Tak o'rtoqlar tushunmisizlar, bu videoda men sizlarga Vista coin haqida gapirib bermoqchiman. Uzoq muddatga qaysi coinni olay deb ko'pchilik so'rashadi. Men alohida shu bo'yicha darslik qilishga qaror qildim va xohlasa aynan shu video sizga foydali bo'ladi. Chunki bu coin sizga yaxshigina foyda berishi mumkin. Ya'ni sizlarga hozir sizlarga ko'rsataman. Gazeta bir bo'lmadi deganda 70-80-90% atrofida sizlarga foyda berishi mumkin. Avvalambor katta time frame'ni ko'ramiz. Katta time frame'ni ko'rishimiz mumkin. Narx yig'ilib pastga yurib kelyapti. Bu down trend holati, to'g'rimi? Bu уже tam range, ya'ni range holatiga tushgan. Tepadan pastga tushib kelyapti. Tushgandan keyin ma'lum bir vaqtga range holatiga tushadi. Kimdir buni range deydi, kimdir flat deydi. Xullas, nima bo'lsa ham shunaqa bitta koridorga tushib oladi. Va qaysi tarafga yoradigan bo'lsa, o'sha yerga ketish ehtimoli juda ham yuqori. Misol tepaga yorib chiqadigan bo'lsa, misol uchun faraz qiling, mana ishda koridorda, mana ishda koridor bor misol uchun. Qaysi tarafga yorib chiqadigan bo'lsa, ustiga bunday chiqib oladigan bo'lsa, o'sha tarafga qarab tushishimiz mumkin. Ya'ni ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Hozirgi endi struktura bo'yicha qaraydigan bo'lsak, misol uchun daily time frame'ni ko'rdik, tepada ishi bormi? Da, yechilmagan likvidatsiyalar bor. Mashaqqatcha bo'lgan likvidni hammasini yechdi. Endi biz 4 soatlikka o'tamiz. 4 soatlikda nima bor? 4 soatlik time frame'ni struktura bo'yicha qaraydigan bo'lsak, qaranglar. Struktura bo'yicha misol uchun bu yerda down trend, down trend bo'lgandan keyin polniy tepaga chiqib turib, mana high'ni ustiga chiqib oldi. Endi hozirgi holati bu retest holati, ya'ni tepaga bundan o'sgandan keyin baribir narx bitta orqaga bundan qaytib beradi baribir. Qaytgan paytda siz qo'shilasiz. Mana bunaqa yurib ketayotgan joylarda qo'shilmaydi. Yuradi, tepaga chiqqandan keyin bitta orqaga qaytib berishi bor. Shu zonadan sizlar qo'shilsanglar bo'ladi, sotib olsanglar bo'ladi bemalol. Endi men buni chizib qo'yganman. Endi bu nima bu? Misol uchun stop loss qo'yganman 14.5%. Men bunaqa katta etsanglar bo'ladi misol uchun. Xo'p, nimaga unaqa? Men odatda bunaqa strategiyani ishlayman. Martingale deb aytiladi. Siz misol uchun mana shu zonada qiziqasiz, yana pastga tushadi, yana sotib olasiz, yana pastga tushadi, yana sotib olasiz, yana pastga tushadi, yana sotib olasiz. Shunaqa qilib depozitni misol uchun to'rtga bo'lib olishingiz mumkin. Misol uchun stop lossni siz mana shu zonaga qo'yasiz, ya'ni $8.36 bo'ladi. Va siz minimal risk bilan ko'proq foyda qilishingiz mumkin. Ya'ni bu strategiya sizga nima beradi? Davomiy foyda qilish imkonini beradi. Mana shu narsadan biz foyda olishimiz mumkin. Biz bu yerda maksimal shu riskni kontrol qilgan holatda shu davomiy foyda qilishga fokus qaratilgan bu strategiyada. Yoki bir misol uchun siz mana shundan sotib olasizda 5% pastga tushdimi yana sotib olasiz. 5% yana pastga tushdimi yana sotib olasiz. Misol uchun siz $100 sotib oldingiz bu yerdan. 5% pastga tushib ketdi. $100 ga qiziqasiz, ya'ni sotib olasiz. Yana 5% pastga tushib ketdi, yana $100 sotib olasiz. Shunaqa qilib misol uchun stop loss kecha siz sotib olib, mana shu kelgandan keyin уже tam stop lossingiz arzimagan stop loss bo'ladi. Endi bu alohida bitta strategiya. Siz low time frame ham qo'shsangiz bo'ladi. Misol uchun siz kichkina time frame ochasizda, mana shu zona bizga qiziq bo'lgan zona. Biz hozir mana lowdan highga Fibo tortadigan bo'lsa ham, misol uchun mana 0.5-0.6 zonalar atrofida turibdi. Bu bo'ldi, bizni sotib olishga qiziqadigan zonamiz hisoblanadi. Mana shu zona bo'ldi, bizning zonamiz hisoblanadi. Mana shu yoqqa keldimi, siz qiziqishingiz kerak sotib olishga. Enter qidirasiz, ya'ni. Siz nima qilasiz? Low time frame ga o'tishingiz mumkin, kichkina time frame ga o'tasiz. Hozirgi holatda misol uchun mana tushib kelyapti pastga. Mana hozir pastga yurib kelyapti, bunaqasi yurib kelyapti. Qachonki bundoq yurib, takoy bitta tepaga bundoq up trend boshlangandan keyin siz sekin qiziqsangiz bo'ladi takoy. Bunaqa zonalarda siz qiziqsangiz bo'ladi. Shunaqa stop lossni siz kichkinaroq qo'yishingiz mumkin. Bunaqa ishlash uchun ozgina tajriba kerak bo'ladi. Agar siz misol uchun mana har 5% pastga tushgan paytda qiziqadigan bo'lsangiz, bu
Endi oddiy odam ham misol uchun anaqa qilsa bo'ladida, nima desa bo'ladi, foydalansa bo'ladi bu strategiyadan. Birinchi take profit xuddi shu zonada bo'ladi, ya'ni $16.62 atrofida bo'ladi. Ikkinchi take profitimiz xuddi shu zonada bo'ladi, ya'ni $20 atrofida bo'ladi. Bu coinni sotib olishdan oldin sizlar bemalol ChatGPTga mana shu coinni, ya'ni Vista coin yozib turib, fundamental taraflama tekshirib olsanglar bo'ladi. Misol uchun bu coin qancha chiqqan, misol uchun qanaqa loyiha o'zi bu. O'zinglar uchun tekshiringlar. Kim tavsiya qilishidan qat'iy nazar farqi yo'q. Odam o'zi tekshirish kerak baribir deb hisoblayman. Shunaqa. Va aytganimdek, risk qilishga tayyor bo'lgan pulinglarga sotib olinglar. Birovni puliga yoki bir kredit olib unaqa narsaga men umuman tavsiya qilmayman. O'zim ham mana shu coinni sotib olishga qiziqib turibman. Xudo xolisa sekin hozir low time frame uptrendga o'tgandan keyin sekin men ham bitta sotib olishga qiziqaman. Menimcha video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.